Assalomu alaykum mani aziz obunachilarim. Bugun o'sha Real Madrid bu o'yinni kimdir bilmaydi. Futbol 2026 har yili bittadan ko'payib boradi. Futbol 2026, futbol 2025 shunaqa ko'tarilib boradi. Bugun Real Madrid Arsenaldan revansh uchun tushadi. Qani ko'ramiz qanchalik darajada revansh qila olamiz. Ana Real Madrid futbolchilarining sastafi o'zingizlar ko'rganingizdek, Gigi Soro bu esa Arsenaldagi. Trossard Rice. Uchrashuvni Mbappe boshladi. Uchrashuv boshlandi. Carreras, Housen. Endi sastavlarni unchalik to'liq tushuntira olmayman. Normal. Real Madrid. Ko'pchilik hozir ekran qarshisida o'tirganlar Real Madrid fanatlari bo'lsa kerak. Shuning uchun Real Madrid sastavini qisqacha qilganda aytib beraman. Bo'ldi. Darvozada Thibaut Courtois, hop, mana o'ng qanot Carvajal, Carvajal, bu yoqda Rudiger, Housen, Carreras, yarimda Bellingham, Valverde va hozir esa Real orqada aylantirib yuribdi. Hop, hujumchi orqasida Arda Güler va chap qanot Vinicius, o'ng qanot esa Rodrigo, markazda Kylian Mbappe, qotil. Hozir Vinicius oldinga o'tdi va offside bor ekan. Qani? Sal bu yoqdagi o'yinchi bilan offside to'liq chiqib turgan ekan. Mbappe ham chiqib turgan ekan bu holatda. Bugun Arsenal tushgan so'zsiz. Opa. Rodrigo. Assist va Real hisobni ochdi. Hisob 1-0. Real Madrid hamda Arsenal o'yinida. Bu o'yin bittalik, extra time penaltilar bo'ladi. Shunchaki do'stlik anaqasida revansh uchun tushirilgan. Lekin kelasi ham asos tushirgan. Juda qiziq o'yin bo'ladi. Xo'sh. Gigi Sorot. Odiger, Saka, Bukayo. Yaxshi, Sakadan hujum, Gigi hisob tenglashdi. Arsenal. Hisob 1-1. O'yinimiz qizyapti. Qiziganda ham yonyapti. Sakani qarang. Vah. Saka oldirib qo'ydi. Himoyachi yordam beraverdi. Zarba va Kurtuvaning uzun qo'llari, uzun bo'ylari yetmadi. Bellingham, Valverde nimadir qilinglar, ey. Wow. Carvajal ulgurmadi. Declan Rice. Saka. Giges. Rudiger. Yo'q. Trossard. Bukayoga. Kliov. Odiger. Arda. Yaxshi. Carreras, Housen. Ketdi toshbaqa. Darvozabonmi bir? Va to'pni olib qo'ydi. Pressingda Mbappe zarbaga yetmadi. Gabrielni chalib qo'ydi. Bitta qaratganamiz. Mana ulgurib qoldi. Keyinchalik chida olmadi. To'g'risida bitta golli vaziyatda shuni oyog'ini tiqib to'pga o'ynab qo'ysa, o'zingiz ham jahli chiqadi. Hozir Rudiger qarab turgan payt Gigi Soro katta vaziyatga chiqib ketishi mumkin edi. Bellingham orgacha bora olmadi. Bukayo ulgurib qoldi. Yana himoyachilar bilan Rodrigo. Oy Saliba. Housenga. Carreras, katta Viniciusga katta zona ochib berishdi. Arda, Mbappe. Saliba yeb qo'ydi. Birinchi bo'limdan so'ng hisob tabloda 1-1. Statistikani bemalol ko'ra olinglar. Biz ungacha ikkala jamoaning sastavlarini ko'rib chiqamiz. Hop, mana zaxira o'rindig'ida endi varatarlar kerak emas. Gonzalo Garcia, Mastantuono, Asensio, Fran Garcia, Endrick, Mendy, Ferland Mendy, Lunin, Alba, Ceballos, Tchouaméni, Brahim Diaz, Militao, Trent Alexander-Arnold, Camavinga. Bu yoqda Ezela, Milino, Martinelli,
Bularda ham zo'r futbolchilar bor. Havertz bor mana. Giga so'rilib kelgandan keyin ular ham yo'q ketdi. Shunaqa. Arsenal. Jesus ham bor. Citydan transfer qilingan. Eze Crystal Palacedan o'zini sostavi normalniy charchab qolgan. Uchrashuv ikkinchi bo'limi boshlandi. Giga So'rilib boshlab berdi. Arsenal boshlab berdi o'yinni. Ketdi. Poppega juda ham katta ochiq zona. Gabriel ulguradimi? Hech kim ulgurmadi. Hisob 2-1 gol. Kylian Mbappe bo'ldi. Nuqta. Nuqta. Zo'r, Rodrigo 1-1 vaziyatga chiqarib yubordi. Arsenal o'zi taqalib o'ynadi. Hech kim bularga taqalib o'ynadi demadi. O'zi taqalib oldi. Ana endi jazosini ko'ring. Gol jazosi so'zsiz edi. Valverde'ga tushib qolsa uzoqdan fus. Ularga turish o'zi ham bir qiyindi. Antonio bormoqchi. Hausun bir uch-kishilash olib qo'yishiga zo'rladi. Sherik kelmayapti, nima qilsin? Vinicius. Vini, aldabotda Vini. Saliba. Ut Salibadan. Vini uchirdi zahmatga. Arda! Arda Güler, kichik Arda. Oy. Ana raqs. Qarang, Vini. Oppa, Saliba bo'ldi, zahmat ketdi. Furs. Voy, darvoza ulgurmabdi. Mana bitta orqa ofsayd haqida umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'zi orqadan chiqdi. Darvozabon esa shuniki pashti kengroq edi, ammo birinchi bo'lib baribirga ham Arda Güler. Shunaqa. Rudi. Aylanma. Oba. Carreras ulgurmadi. Mbappe. Carreras. Oho, diyor. Bellingham. Fede. Valverde Vini bilan qutulib oldi. Salibaga otdimi? Yo'q, Kruyff ekan. Mbappe. Zo'r o'ynab tashlagan. Ziyech. Bukayo. Endi tursa ham ekstra time'lar ketadi. Mbappe. Bilmadim hozir. Arsenal hozir bitta ur olmasa, keyingisi qiyin o'sha. Oy. Giga So'rilibdan zarba. Aha. Kichik Arda yana. Hausun. Carreras. Oldinga Bellingham. Mbappe. 4 daqiqa qoldi. Kylian. Ket. Vini. O'ziga o'ynayapti ishonch bilan. Davaydi. Bo'ldi. Shu tugadi. Hakam o'yinni tugatdi. Real 3-1 hisobida g'olib bo'ldi. Hisob ko'rishingiz mumkin. O'yinning eng zo'r futbolchisi Arda Güler. Turgan Kylian emas, Arda Güler. Hop, statistika tomondan ozgincha Arsenal ozgincha ketgan, pastlashish anaqalar bo'yicha